Xitay Mərkəzi Televiziya stansiyasının 30 avqust gündəki xəbərində 10 ayının 16 günü Beijingdə Xitay Kompartiyasının 20-ci qurultayı açıldığanlığı xəbər qılındı. Xitay xəbərlərdə yana Xitay Kompartiya hökumətinin siyasi meydanı və dövlətni başqarış strategiyası haqqında toxtalğan. 会议强调，向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，大会将高举中国特色社会主义伟大。 Xitay Mərkəzi Televiziya stansiyasının xəbərində Xitay dövlətinin 2-ci yüzyıllık kuraş nişanında Cungoçu sosyalizm bayrağını egiz götürüş, Marksizm-Leninizm, Mao Zedong ideyası, Deng Xiaoping nəzəriyəsi, üçkü vəkillik qilish, pen texnikini tərəqqi qıldırış deganlar tilgə ilingan. 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 Ondan başqa Xi Jinping'nin yeni dövrдәге Cungoçu sosyalizm ideyasını umumyüzlük əmilləşdiriş, aldınqı 5 yıllık xizmət təcrübələrini xulaslaş. Xi Jinping'nin mərkəz qılğan Partiya Mərkəzi Komitetinin hər millət xalqıga rəhbərlik qılıb qolğa keltirgan Xitayca alayidlikə ega sosialistik tərəqqiyatının ulu qalbi nəticələrini xulaslaş. Xalqara vəziyyətni çonqur və toğru təhlil qılıb Cunhua Birligi tərəqqiyat nişanı boyunca sosialistik zamanəvi dövlət quruş strategiyasını əməlgə aşırış deganlar alayda təkidləngan. Xi Jinping taxtga chiqib 10 yildan keyin açıldığan Xitay Kompartiyasının 20-ci qurultayı dəl Xitay hökumətinin Uyğurlarga yürgüzüyotgan irqi qırğınçılığı dünyada aşkarlanğan. Onun dövlət içidəki müstəbitligi, tashqi siyasətdəki zoravanlığı və kengaymichiligi dunyoga təhdid bo'lib məzgilga to'g'ri kelgan. Amerikadagi siyosiy vaziyat analizchilaridan Beijing Bahar jurnalining bosh muharriri Xuping apandining qarashicha, xabarda Kompartiyaning davlat siyosatida Xi Jinping ideyasining yetakchiligi alayda ta'kidlanishi, Xi Jinping yadro qilingan Xitoy Kompartiyasining hozirgi mustabid hukmronligining davomlashadiganligi va Xi Jinpingning dahi qilib tiklanishidan derak berdigan. Xuping mundaq dedi. 从这次发的这个公报来看，20大会在1个半月之后举行。他这个强调是要坚持要高举中国特色。Xitoy Kompartiyasining bayonotida Kompartiyaning 20-ci qurultayının 1,5 aydan keyin açıldığanlığı deyilibdi. Xabarda Cungoçu alayidligiga sosializm bayrağını egiz götürüş, Marksizm-Leninizm nazariyasida Mao Zedong ideyasida ching turish, Deng Xiaoping nazariyasi üçkü vəkillik qilish deganlar tilga ilinibdi. Ammo texmi muhimi Xi Jinpingning yangi davrdagi Cungoçu sotsializm ideyasini umumlashtirish deganlarning alohida o'ringa qo'yilishi Kompartiyaning 20-ci qurultaydan keyingi siyosatida Xi Jinpingning davomli vazifa o'taydiganligi va uning o'rnining davomli yuqori ko'tarilib Xi Jinpingga bo'lgan shaxsga cho'qinishning texmi kuchaydiganligini ko'rsatadi. Xuping apandi yana Xi Jinpingning Ulug' Junxo Birligi nomidagi Xitoy millatchiligini yadro qilgan yuqori besimliq bostirish siyosatida Uyg'urlarning butkul millat bo'yicha irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganligini bildirdi. Onun ta'kidlashicha, Xi Jinpingning mustabid hukmronligining davomlashishi Uyg'ur qatorliq Xitoy bo'lmagan millatlar uchun qabahatlik tush ekan. U mundaq dedi. 毫无疑问是对这个维吾尔人啊，对藏人呢，都是一场噩梦。 Ben cezim qila alaymanki, onun hükümranlığının davamlashishi Uyg'ur, Tibet, Moğol qatorli Xitoy bo'lmagan millatlar uchun qabahatli tushishning davomi. Chunki Jiang Zemin Hojingtao davrida Uyg'urlar va Tibetlarga yuqori besimliq bostirish siyosati yurgizilgan edi. Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin bo'lsa bu xil yuqori besimliq bostirish texmi qabihlashdi. Albatta, Xi Jinping yana davomli vazifa o'tsa, hozir Xitoy Kompartiyasi hukumati yurgizayotgan yuqori besimliq bostirish yanala davomlashidi deganlik. Shunga Xi Jinping hokimiyatining davomlashishi bu millatlar uchun albatta qabahatli tushish hisoblanadi. Xuping apandi yana Xi Jinping hukumatining davlat ichidagi mustabidligi, tashqi siyosatdagi zo'ravonligi, Xitoydagi iqtisodiy krizlar sababidan qo'zg'algan norozilik kayfiyatining 1976-yildagi Xitoy vaziyatiga o'xshaydiganligini bildirdi. 当然，在此之前，我们听到种种说法，习下礼上啊，或者礼上习不下呀、等等，这些说法当然它确实。 Hozir yana ba'zi inkaslarda Xi Jinping taxtdan tushib o'rniga hozirgi bosh ministri Li Keqiang chiqishi mumkin. Yoki Li Keqiang chiqqan holatda Xi Jinping o'z o'rnidan tushmasligi mumkin degandek har xil farazlar o'tirg'i chiqmoqda.
Әлбәттә, Xitoyning hukumat taratqularida bundaq deyilmagan. Ammo bu nurg'unlagan kishilarning o'rtaq orzusini ifodalagan. Kishilar albatta bu orzularning reallikqa aylanishini, Xitoyda bir o'zgarish bo'lishini istamoqda. Bundaq ahvol ilgari Xitoy Kompartiyasi hokimiyat yurgizayotgan mezgillarda bir qancha qitim yuz berdi. 那在最有名的一次类似的情况呢，那就是1976年，1976年1月8日，周恩来去世。2月份。 Bunun da eng meşhur bo'lgani 1976 yili 1-oyda bosh ministr Jo Enlay vafot bo'lgandan keyin yuz bergan. Shu yil 2-oyda davlat ichida Jo Enlayning nomida yozilgan Zonglining vasiyati nomli bir cho'ng xatli gazet tarqaldi. Uningda Deng Xiaoping tilga ilingan. Ayni chog'da Deng Xiaoping Xitoy davlat kabinetida muavin bosh ministr edi. Ammo u 4 kishilik guruh nomidagi Mao Zedong tarafdorlarining qarshiligiga duch kelgan edi. Deng Xiaopingni qo'llash tarafdorlarimi bor edi. Zonlining vasiyati nomida e'lon qilingan bu cho'ng xatli gazetda Deng Xiaopingning xizmatlari muayyanlashtirilgan. Shu chog'da bu cho'ng xatli gazet hukumat tomonidan aksiyatchi gazet deb e'lon qilindi. Uning yozuvchisi Hangzhoudagi bir ishchi ekan. Ayni chog'da uningga o'lim jazosi hukm qilinib, uning bilan birlikda 10 necha kishiga qattiq jazo berildi. Nurg'un kishilar bu cho'ng xatli gazetga chetilib tutqun qilindi. Lekin Mao Zedong o'ldi. Uni qo'llovchilar 4 kishilik guruh nomida ag'dirildi. Zonlining vasiyati nomida cho'ng xatli gazet yozganlarmi oqlanib qo'yib etildi. Ayni chog'da Zonlining vasiyati nomida yozilgan bu cho'ng xatli gazet dal nurg'unlagan kishilarning o'rtaq orzusining ifodalanishi bo'lgan. Hozirgi vaziyatmi amaliyotda shunga o'xshaydi. Ayni chog'dagi 4 kishilik guruh albatta Mao Zedongni o'z ichiga oladi. Ularning Xitoydagi qilmishlari butkul Xitoyda qattiq norozilik qo'zg'agan. Ammo Mao Zedongning hokim mutlaqligi vaziyatni kontrol qilib turganligi uchun u o'lgandan keyin Xitoy vaziyatida cho'ng o'zgarish bo'ldi. Shunga hozirgi vaziyatda kishilar umumyuzlik holda bir cho'ng o'zgarish bo'lishini orzu qilishni ayni chog'dagi ahvolga selishtirishi mumkin. Ammo Xoping apandining bildirishicha, navbatda Xi Jinping hokimiyatiga bo'lgan norozilik haqiqatan kuchli bo'lsa-mu, lekin Xitoy vaziyati yanada 1976-yildagidan farqli ekan. 你现在有同样的情况，现在对习近平不满的。 Uning bildirishicha, Xi Jinping barliq huquqni o'z qo'liga markazlashtirib olgan. Hokimiyat sepidagi uning qarshi kuchlar yo'qitilgan yoki intayin ojiz bo'lgan navbatdagi vaziyatda Xitoyda qo'zg'algan bu xil norozilik kayfiyatining butkul Xitoyning siyosiy vaziyatiga cho'ng o'zgarish olib kelishi natayin ekan. Nyu-Yorkdagi vaziyat analizchisi Maji Apandining qarashicha, Xi Jinpingning taxtdan tushishi nurg'un kishilarning orzusi bo'lsa-mu, real vaziyat buningga yetarli shart hozirlamagan ekan. Maji mundaq dedi. 对于习近平能够下台有所改变，几乎是绝大多数人，包括非中国人都有所。 Xi Jinpingning taxtdan tushishi va ba'zi o'zgarishlarning bo'lishi Xitoy xalqi ham Xitoy bo'lmagan xalqlarning o'rtaq orzusi. 但是我们往往我们的美好希望不能够 Ammo 和现 bizning 实 orzuyimiz 过度脱 ko'pincha ahvollarda reallikqa uyg'un emas. Xitoy Kompartiyasiga o'xshash bu xil lukchak qari kuchlar guruhida ular da'vatgan hokimiyat va hokimiyatning almashishi axloqiy qoida, saylan tartiblari asosida qurilmagan. Ularning hokimiyat peshiga chiqishida kimning kuchining zo'rligi asosi o'lcham qilingan. 在中共国这样的一个国家里啊， Chunki Xitoy Kompartiya hokimiyatidagi bu davlatdagi qimmat qarashi Darwinizmcha tadrijiy taraqqiyot nazariyasi ustiga qurilgan. Xitoy hokimiyatida kim qabih bo'lsa, kimning kuchi bo'lsa, shuning gapi hisob. Xi Jinping hokimiyat yurgizgan bu 10 yillik tömür mushliq siyosiy hokimiyat qo'rg'inida uningga qarshi jang e'lon qila oladigan bir shaxs yoki kuchni ko'rmadik. Shunga arzu yanala arzu petib qoladi. Shunga hozircha Xitoyda negizlik o'zgarish bo'lishi mumkin emas. Maji Apandi yana so'zini davomlashtirib, faqat Xitoy Kompartiyasi ag'dirilgandila, cho'ng Xitoychilik yo'qolgandila, amdin bu zaminda haqiqiy o'zgarish bo'lganligini bildirdi. 还有一个更加悲剧的一个事情要讲的是，只要中国共产党领导、独裁领导，换谁啊都不会有改变。 Yana bir texnik ichinarliq reallik shuki, Xitoy Kompartiyasi va mustabid tuzum davomlashadigan vaziyatda yanala o'zgarish bo'lmaydi. Faqat ularning hokimiyat talashish ko'rish jarayoni kishilarga ozroq umid bag'ishlaydi xolos. Faqat Kompartiya yo'qolgandila, ondan yangi bir sharq borliq keladi. Men bu yerda hatto yangi Xitoy davlati degan bu iborani qo'llanmadim. Chunki Xitoy hukumatidagi nurg'unlagan yangi tarixiy tunishlar hozir nurg'unlagan kishilarning bu atalg'ini ishlatmasligiga sabab bo'lmoqda. U yana Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik vaziyatida yaxshilanish bo'lmaydiganligini bildirdi.
u buningga Xitoy Компартиясынан boshqa yana Xitoyda yamirgan cho'ng Xitoychilik sabab bo'layotganligini bildirib, mundaq dedi. 对于维吾尔人或者是对于其他少数民族的压迫是否可以减轻呢？我要告诉大家的是，中国有一样。 Uyg'urlarga va boshqa millatlarga qartilgan bostirish siyosatida yeniklash bo'lamdi degan masalaga kelsak, mening kishilarga demoqchi bo'lganim Xitoyda siyosiy qo'zg'atqich kuch bo'layotgan yana bir masala dal millatchilik masalasi. Necha 10 yillab davomlashgan irqchilik va millatchilik ideyasi targ'ib qilingan ulug' vatan, ulug' xalqning kuchayishi qatorliq ideologiya tarbiyasi Xitoyda yamirgan. Shunga keyingi vaziyatda Xi Jinpingdan boshqa bir aylan almashgan holatdami bu xil bostirish vaziyatida o'zgarish bo'lmaydi deb qarayman. 这个意志不仅仅是统治者的意识，同时也是整个国民的意志。那么现在中国人很多人 Xitoyda Kompartiyaning butunlay ag'dirilib, haqiqiy demokratiya barliqqa kelishi uchun Xitoy Kompartiyasining iqtisodiy butunlay vayron bo'lishi, shunaqla butun Xitoy xalqida cho'ng millatchilik, cho'ng davlatchilik ideyasi yemirilishi. Xitoy xalqi bu xil cho'ng Xitoychilik birligining ziynini haqiqiy tunib yetish kerak ekan.